Mashhur Muhammadning siqilma taronasini mazza qilib eshitib yurgan edik, biroq klipi chiqdi-yu, hammasini barbod qildi. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki klip Qunduz amakining ertaklari asosida tasvirga olingan. Klip qahramonlarining biriga allaqanday tadbirkor mashina sovg'a qiladi, yana biriga mahalla kredit ajratadi, yana birining onasi davolanishi uchun davlat grant beradi. To'g'ri, bunaqa bo'lmayapti deb ayta olmayman. Haqiqatda davlat tomonidan fuqarolarga bir qancha ijtimoiy yordam ko'rsatilyapti. Biroq bu kabi kliplar jamiyatdagi boqimandalik kayfiyatini kuchaytirib yuboradi. O'zi shunda ham odamlarimizda boqimandalik kayfiyati yetarlicha topiladi. Ayniqsa mahallabay ishlagan davlat xodimlari fikrimni tasdiqlashi mumkin. Shuning uchun ijodkorlardan iltimos qilib qolgan bo'lar edimki, bu kabi boqimandalik kayfiyatidagi roliklarni tasvirga olmanglar. Undan ko'ra odamlarning o'z kuchi bilan muvaffaqiyatga erishishi haqidagi roliklarni tayyorlanglar. Xullas, o'sha gap. Paxta qo'ygan boy bo'lur.